Jam mashinalari ichida legendasi qaysi desalar, men aynan Cobaltga javob beraman sizlarga. O'zim Gentra desam, lekin Cobalt legenda. Xullas 2025-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt sotuvda kapoti ko'rsatib o'ting motorni. Hali probiga atigi 15 ming kilometr masofani bosib o'tgan mashina benzinda ekan. Kapotlarga tosh degan toza turibdi, nomerlari alohida bir go'zal ekan. Plus diska o'sha zavodskiy bo'ladi bilasizlar, Midnight varianti bu. Turibdi yumshoq, yangi bilan taqilgan ekan. Daskalari mutlaqo toza. Marhamat, salon ko'rsatib o'tasiz. Aka bilan savdosini zo'r qilamiz buni. Salondan ancha arzon qilib qo'yamiz. Evakordan polik bor ekan, to'rtasini ko'rsatasiz. Bagaj ochil. Mejgarlar qo'yib qo'yibdilar aka. 906 907 million nechi bilganlar yozib qoldirsin. Tak bagaji. Tushgan. Akam tushmagan dedilar, hozir tushgan lekin. Aka, salonda nech pul? 156 million hozir. 165 million tak bu kojniy sidenaligi, to'g'rimi? Qancha qo'yamiz aka? Ancha pastroq qilib ayting lekin. Bo'lmasa qo'ymaymiz, o'chirib tashlayveramiz. Ancha arzon qilib ayting. 12950. Yo'q, 12900 qilsak bo'ladi, toshni qilib. Buni ham savdo qilganmiz, 12900. Telefon raqam pastda bo'ladi, telefon qilib baraka qilsang bo'ladi. Salon narxidan ancha arzonga tayyor navoratli Cobalt sotuvda. Pultarigacha bor ekan. Rahmat hammaga.